Devletimiz ve Amerika pul ma'mul urushi hozir asosan oshkora davom etayotgan bo'lib, hozir ikki taraf bir maydon noqul, chidamchanlik jihati basishadi. Amerika yuqori o'sim nisbatini chang tutib olib, o'sim farqidan foydalanib, butun dunyoga mablag'ni sumirib, davlatimizning mulk bahosi, uy zamin va yerlik qarzni davomli besim uchratmoqchi bo'lyotdi. Shundaqla har vaqt davlatimizning pul ma'muli masalasida masala ko'rilishini taqozolik bilan kutib oladi. Davlatimizning taktikasi nihoyat aniq bo'lib, pul siyosatini qo'llanib, Amerikaning ichki qismidagi iqtisodiy besim sababidan o'simni to'valishni kutib turibdi. Hozir Amerika yuzaki jihatdan qarama-qarshi ayt salmoq bo'lsin, lekin ichki jihatdan allaqachon bardosh bermay qoldi. Iqtisodiy bilimlardan eng tez suratda bahramlaydisangiz, ustidagi agash kuchlar to'piga kirib oling. Har qitimliq mazmun tunji bo'lib to'pqa yo'llandi. Shundaqlam sizning har bir mazmundan quruq qolmasligingizga kafolatlik qiladi. Bu xil uzun muddat davomlashgan yuqori o'sim siyosati qo'sh misli xanjarga aylanib, pul pahallik masalasini talto'kis hal qilolmayli qolmasdan, aksicha Amerikaning o'zini qattiq yutishiga boshladi. Eng yangi mo'lchar sonliq ma'lumotlarga asoslangan chog'da Amerika parlamenti hamjot ishxonasining mo'ljarlashicha 2026 yili moliya yiliga borgan chog'da Amerikaning federatsiya moliya qizil raqami ishni hayron qoldiradigan 1 trillion 900 milliard Amerika dollariga yetgan. Bu Amerika hukumatining har kuni nurg'un qarzni o'simga yuzilganligini va yuqori o'sim nisbati Amerika federatsiya qarzining o'sim to'lash narxining tarixiy xarakterlik yuqori pallasiga ko'tarilganligidan darak berdi. Hozir Amerika moliyasi har yili o'sim to'laydigan pullar g'oyat zo'r harbiy xarajat chiqimidan eshib ketgan. Faqat bularlar emas, ya'ni Amerikaning amaliy iqtisodimi yuqori o'sim nisbati asosida asta-asta tirkashmoqda. Amerikaning rayon xarakterlik banklari o'sim nisbatining uzoq muddat yuqori bo'lishining qiynalishi ostida mulk qarzi yuzaki jihatda davomli besim bo'lish keladi. Shundaqla qisman xavf xatarni o'rlab ketdi. Savdo yarmarkaning bo'sh qilish nisbati to'vallamay, tirilmas hisob nisbati izchil o'rlab ketgachga, odatda Amerika fuqarolari yuqori so'mliq uy qarzi va inovatlik karta o'sim besimidan nafas ololmaydi. Amerika Federatsiya zapas pul komiteti hozir qiyin ahvolga tushib qoldi deyishga bo'ldi. Chunki agar o'simni to'valtishni tanlasa, undaqda qayta o'rilgan pul pahallikka yer yuz berishi mumkin. Bundan Amerika Federatsiya zapas pul komitetining inovatni uzil kesal yer bilan yakson bo'ladi. Agar o'simni to'valatmasa, bu yanada nisbatan yuqori o'sim nisbati turadigan bo'lib, amon bir kuni Amerikaning rayon xarakterlik bankisi va savdo yer mulkini uzil kesal vayron qiladi. Bu xil ham yuz obro'y ham ichki muqimlik deb talab qilgan, buningdanmi erishni o'ylaydigan ruhiy holat Amerikani asta-asta cho'nqur hangittirib qo'ydi. Davlatimiz nazar solsaqmi, haqiqatan oson emas. Hatto ig'ir yukni zimmasiga ilib olg'ilgirlayotdi. O'zimin bozorniki vayron bo'lishi nurg'un kishilarni qattiq besim duchor qildi. Yerlik qarzlarni tugirishga xeyli ko'p vaqt ketdi. Davlat ichidagi iste'mol va bozor ishonchi sal ojiz. Lekin davlatimizning qo'ldagi qarzda Amerikaning o'ylig'idan ko'p ham ko'p puxta. Davlatimizning 3 trillion 200 milliard Amerika dollaridan ortiq tashqi perevod zaxsi bor. Bu yer shari bo'yicha eng puxta, shundaqlam eng ko'p pul. Eg'imlik muhimi, davlatimiz g'arb davlatlariga o'xshash talbilarcha pul taqtish usulini qo'llanmaydi. Balki boshdan oxiri qattiq irodani saqlab pulni dal joyiga ishlatgan. Ya'ni davlatimizning yangi energiyalik avtomobil, litiylik batareya, fotovoltaik vakillikidagi yuqori texnikalik yasamashilikni to'xtamay sotib chiqarayotganligi, tashqi savdo eksportining yanada kuchli elastikligini saqlayotganligini ko'rib ketgan. Davlatimizning pul siyosati naqd joyiga ishlatilgan bo'lib, mablag' paycheki bozori va uy mulk bozorida ko'pik paydo qilish emas, balki darajani o'stirishga jiddiy ehtiyojli bo'lgan amaliy gavda yasamachiligi va yangidan gullangan kasblarga o'tkazilgan. Hamda davlatimiz bu qiyin mazgilda tashabbuskorlik bilan o'zimin va yerlik qarz yo'shirin xavfini tugishini tanlagan. Bu garchi qisqa muddat ichida o'rlashga qiyinchilik elib kelsa, lekin uning badliga uzoq muddatlik sog'lom iqtisodiy tuzilma borliq keladi. Shunga bu qitim pul ma'mullar raqobatida yengilishga Amerika Federatsiya zapas pul komitetining qachon o'simni to'valtishi yoki xalq pul perevod nisbatining bir necha kunlik o'rlishi yoki tushishiga qarab hukm qilgan bo'lmaydi. Bu qitim raqobatning eng oxirgi yadrosi kimning sirtning dahshatli to'lqinida qabul qila oladiganligida. Shuning bilan bir vaqtda davlat ichidagi qurilma xarakterlik masalalarni hal qila oladiganligida. Amerika hozir o'zini xo'rish taktikasiga kirib qoldi. Shundaqla mushu taktikaga tayinib, raqibni yengishni umid qildi. Lekin ular cho'qim bir rayimsiz reallikni yuzildi. Ya'ni ular uzun muddat yuqori o'sim nisbati, yuqori qarz, yuqori pul pahalligidan iborat bu uch yuqori bo'lish tang mavjud turadigan g'alit chambarakni saqlab qololmaydi. Amerika pul ma'mul sistemasining avrishimniki hozir vaqt tarafidan ozdan xo'rab ketyapti. Davlatimiz faqat ichki qismdagi xavf xatarni puxta qadam bilan tugtab, sistemalik pul ma'mul xavf xatari yuz bermasligining to'van chekini saqlab, amaliy iqtisodning asosini mustahkamlash vaqt muqarrar holda davlatimiz taraf turdi. Amerika bugungi kunda yo'l bosqimini tushunmay, pul ma'mul zo'mgarlik orqali davlatimizni bo'ysundirmoqchi bo'ladi. Lekin natijada o'zining yuqori o'sim bilan bog'lanib qolganligini bayqagan. Bu qitimqi pul ma'mul urushining oqibati amaliyotda nihoyat aniq bo'lib, kim o'z davlatidagi masalaga texnik to'g'ri qo'l sola shu eng oxirigacha kulalaydigan haqiqiy yangichi bo'ladi. Undaqda bu qitim qitimiz mushada oxirlashdi. Yo'q bo'lgan bo'lsangiz bir tal yurak berib meni qaytib o'ting. Yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga davomli yo'llab turaman.